Qashqadaryo, Jafar polvon Buxoro 12-nok $200 pul. Endi to'xta, bittaman olsin. So'ra qil, necha yerdan qo'yinglar? Shunday. Shunday ham o'zi berib berishim kerak. 40 yildan beri. Fazli bilan Akbar, Fazli polvon Surxondaryo. Ustiga so'mim qo'y. Fazli polvon Surxondaryo, Akbar Fazli polvon Qashqadaryo, Akbar polvon Surxondaryo. Endi Elmurodga kel. Hammangni olishtiraman. Olishasiz. Elmurodga kel. Elmurod. Indamanglar. Endi o'zi Alisaman ham bakovul qoldi. Bir-birimizni olishma. Va hammang o'tiring. Kel. Chakka o'tay. Olish barda bosay. Chakka. Olish barda. Qolganlar buzilib ketyapti. Kel. Bor. Bir olish ketyapti. Bor. Endi o qonun aka o'zbek kurashini shu rivojlanish uchun narsa chiqargan. O'zlaringiz xabarlaringiz buni qilmasak bo'lmaydi. Elmurodga. Endi bunday Qashqadaryo bo'lsa ham bo'laveradi. Oxir Surxondaryo, Samarqand qolmagan bo'lsa majbur emas. Teng. Elmurod bilan olishib Qashqadaryo bo'lsa, Qashqadaryo. Kel. Lekin Elmurodga aytaylik. Yozing. Elmurod, Dehqonobod. Hasan 5 keldi. Qancha? $200 bor. Endi sarvar shu sarvar bilan ham olishinglar. Qo'ya kirash qilmas, Sarvar yo'q, mayli endi eshiting, aka. Bitta kurashmaydi. Bolalarga bo'ldi mana. Endi Begzod, men ham bir eshit. Mana shu bola O'zbekistonda bir necha marta o'tgan. Mana chiroqchi bolasida. Mana shu sarvar bilan kim olishi? Abaqdaylar bo'ldi. Qani? Ana. Asqar polvon Samarqand, Sarvar polvon Chiroqchi. O'lmas. O'lmas Sarvarda o'zi. Mayli Ulug'bek. Endi bunday. To'y bugun nasib bo'lsa olib keling. Vali. O'lmas bilan Asqarga $100. Men Sardor deb Sarvar desa odash. Ikkovini $100 pul oldim. Jasur baray, Sizlarni 5 kishi. Tamommi? Bir to'xtataylik. Jasurga bitta pora qo'yinglar mayli, Jasurga. Qara oldi, 3 pora shundan ko'tib, 3 pora oldi. Qaysing endi baris bilan olishadi. Sardarman darajasi. Bunga bitta taylang, bunga o'zim chiqsam endi bu. Mahalliy palonda bu palon. Jabr palvon. Yo'q, to'xta. Bular endi chiyaldi palvonda buni qo'ying. Baris bilan. Shuni qo'ying. Jabr palvon, ikki chiyaldi palvon, ikki tovuq qoldi, ikki qo'ying. Buxgalter bitane. Buxgalter bor. Baris polvon yakka bor, ha? Baris yakka bor. Lutfulla Surxondaryo $100 pul bor. Ikki chiyaldi palvoni, ikki chaqirib, Endi mana ikkalasi keldi. chiyaldi palvon ikki qo'ying. Ikkiga doy kelaray. Abbakini jasimiz mahalliy palvon qo'ying. Chiqaring Buxoro. Hey, shep, kengina qaqadi. Yozing. Surxondaryo Abdurahmon Jasur Chiroqchichi. Abbakirga $200. Buxoro. Bitta shirashir bo'ldi. $200. O'zi mahalliy palvon Javur. Abbakirga bo'ladi. Abbakirga bittalar. Yozdingizmi? Bu $10. Abakir kel. Abakirga ayt. Kel polvon. Baba shahar. Necha bilan? 1 soat orasiga tushgan. Vaqti qilib beray. Bitta birov tayla. Kelay. Qaysi olishsak? Tayla birovni. Ro'za bas.
Abu Bakrga chiqinglar. Kel. Isming nima? Hakim. Abu Bakrim Chiroqchi. Boshqa yo'qmi? Boshqa yo'qmi? Endi bo'lmaydi. Shohriz. Necha bo'lmasin bugun. Shohriz. Surxondaryo, Abu Bakr Qashqadaryo. Bo'ldi, bitta kurashtirib oling. 200 dollar. Endi to'xtab ketdi. Bo'ldi. Buxorolik boya polvon, qani? Kel. Kel. Sabr qiling. Yo, Sardor bo'lishgan, Sardor bilan birga chiqsin. Sardor bilan olishadi. Kim? Shavla bo'lsa. Kim olishdi bir parcha chiqishgan bir parvoz. Dolan tayla. Bir parvoz. Tayla. Tayla. Tayla mayli. Boshqa yo'qda. O'zini olishtiradi. Sardor polvon Qashqadaryo. Ozod polvon Surxondaryo. Bering zot. Bo'ldimi? Bo'ldi. 100 dollar. Amin Allohu akbar. Hamma davradan chiqsin. Mana bu zot olasizlar. Endi birdan kelib yekonga men oldimga kel. Davrada polvonlar hammaga ruxsat. Olishayotgan polvonlar kirishadi. O'rtalar endi eshitdik. Mingzatga bir minut qaraysiz. 12-noyabr 17-noyabr kuni Dodiq qishloqda katta Nurali Hoji boboning o'g'illarining katta kurashi bor. Hamma polvonlarni chaqiraveradi. Salim polvon boshlig'ida kutib olamiz polvonlarni. Salimjon dunyo turguncha turing. Hamma bakovlardan boshqa polvonlar kiyinganlari o'rtalar bitta yigitimizni telefoni tushib qoldi. Kim telefon olib kelsa sovg'asi bor. Kalit kim oldida nima narsa topib olsa olib kelsin. Oldilariga qaranglar, kalit bormi, nima narsa telefonmi topib olmasang olib kelinglar. Hammalaringa o'rtalar bakol bolalar qolsin. Bakol bolalar bir joyda o'tirmaysizlar, hamma joyiga. Davrani aylanib chiqingizlar davradan tashqaridagilar. Bakollar qolsin. Bakollar qolsin, qolgan hammasi davradan chiqingizlar, iltimos. Endi Sherdor polvonga zotini beringizlar, to katta Ramashedorjon. Xudo boshing to'ylardan chiqmasin, sen ham shunday to'ylar kelib xizmat. Endi eshitasizlar kurashimizni davomini. Kurashni hozir boshlaymiz. 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi, 5-chi tovoqlar hali kelmaydi. Ular tayyorgarlik ko'rib, qolgan 5 ta tovoqdan keyingilari kiyinib davraga chiqib kelinglar. Davrada hozir bir minut o'tiribdim, davrani bir salsam joy. Zotini olganlar, bakovlardan tashqari, hurmatli o'rtoqlar, o'sha yerdagilar o'tirsalaringiz orqaga ozgina surinib o'tingizlar, iltimos. Mana shu o'tirgan 7 kishi. Orqa o'tingizlar. Hozir sizlarni ko'ratdagin hamma tushib keladi, so'ng bu yerda odamlar chiqarib olmay qolamiz. Iltimos sizlardan, sinfdoshlarmi? Sinfdoshlar, rahmat sizlarga katta xizmat qilasiz. Shunday orqaga qarang. Yana 1 soat, yarim soat qoldi vaqtimiz. Endi hakamlarimiz davrani aylanib turasizlar. 1-2 minut oyoqlaringni joyib o'tirib olsalaring ham bo'ladi. 2 minut, 3 minut. Hozir e'lon qilamiz kurashimizni yana. O'rtoqlar, 12-noyabr kuni mana shu yerda Ektemir polvonni katta kurashi bor. Shu kurashga nahorga oshdan keyin kurashga taklif qilyapti. 12-noyabr kuni Surxondaryo viloyati Termiz tumani 40 yillikda Jamshid polvonni ukalari Shohrux polvonlar katta kurash beryapti. Zotini hisob kitobi yo'q.
Bütün O'zbekiston polvonlarini hammasini taklif qilyapti. 7 7dan osh, keyin soat 10ga kurash. Surxondaryo viloyati Termiz tumani 40 yillikda. Polvonlar hammasi bilan polvonlar yurtda. Endi bakovullar o'tirasizlar, chetga chiqib, ortiqcha odamlar hammalaringiz chetga chiqinglar. Kelingizlar qani. Ishladik mahkam. Elmurodning tiri Qashqadaryo Husan polvon davraga chiqib keling. Samarqanddan Asqar polvon sizga keling o'tirsin. O'rtoqlar, bakovullar ham chetroqqa chiqdi. Hozir bitta bakovlar beramiz. O'rtoqlar, Elmurod polvon Qashqadaryo Dehqonoboddan, Hasan polvon Beshkentdan $200 puli var. Sham polvon chiroyli qilib kurashtirasiz ekalasini. 10-15 minut kurashtirasiz aka, 10-15 minutdan keyin quchoqlashtirasiz. O'tkazing. Katta rahmat. Bu yoqqa qaranglar. Kimdi? Yaktakdi. Almashtirib kelsin. Endi olay yo'qda. Almashtirib. Yaktak tekshiriladi. Hamma yaktakni kiyadi. Rozi bo'lsa imboratsiz kurashga almashsinmi? Rozi bo'lsan? Yaktak. Nima bo'ldi? Qayerda o'qiz almashtiradi? Polvonniki Nima bo'ldi? Husniddin polvon g'alaba qildimi, nima bo'ldi? Husniddin polvonni Berdirahmat degan rahmat. Aktamjon Yiqilsam yiqildim deb ketaman. Aktamjon Berdirahmat hech narsa kerak emas. Hozir qarang, endi eshitdingiz. To'xtang, to'xtang. Qarang, aktam. Olib kelinglar, video kimda bor? Aka men ayog'im tushib qo'yib yetim bilan kelib hammada bor. Bo'ldi, ukajoningiz. Ukajon. O'tirib tur. Bo'ldi, o'z vakolatli. O'tirib tur. Tushdim deydi. Videoni kimda bor? Olib kelinglar. Keldi chekmaylar. Keldi chekmaylar. Video chaqir. Husniddin polvonni zoti berilsin. Husniddin polvon. Bunday qilmaysizlar, he? Chista. Ko'ramiz. Aktaman buni qilib ko'ramiz. Nezammat aka. Nezammat aka. Xudodan qo'rqing. O'tgan safarim nagila qilasiz bor. Olib kelinglar. Qayerdan nagila qildingiz? Qilmadingizmi? Qayerdan qildingiz? Olishdi. Yiqilganmiz, yiqildim deb. Naq bo'lib ketdi. Yiqildim. Quchoqlashib olib ketdik. Chesta. Bundan ortiq bo'lmaydi. Hey. Yiqilganmi yo'qmi nima deyapsiz? Chesta. So'ranglar xalqdan masalan. So'rang ayli bor. Bitta Yo'q, bu yoqqa o'zi. Mayli, bir tomon ovdan. Hay, sal bo'lsa ham mana bunday tushyapti-da. Chaqir Lekin sen men qara. Men ma qurqaram, davra. Gami qarasam, men yigorgan birda 2 soat olishdim. Har videosini ko'rsinmi? Berdamat aka. Asqar aka. Yigit yaxshi qilib kelgan. Berdirahmatning nima narsa bo'lsa qarab aka, qo'rqing siz. Endi qaranglar, qasam ichishni qo'yinglar, qasam ichishni. Aktam. Mana shu endi aktam. Hozir qaradim. Videoda ko'ringan yo'q. Agar qasdida qo'yilgan bo'lsa ketsin. Nima narsa bo'lsa
Berdirahmatni bo'yniga olyapti. Shuning uchun bo'ldi. Agar bu hali bugun kechasi bo'ldi. Halol bo'ldimi, zot berildi. Aktamjon bo'ldi. Bo'ldi. Kelinglar boshqa. Yosh bolalar chiqar, hammasini javob berdi, bo'ldi. Sardob. Qolganlar chiqsinlar davradan. Aktam. Kel. Endi eshit. Aktam. Shu manfaatdorligi yo'q shuning. Agar shu Berdirahmatni shunday manfaatdorligi bo'lsa, narsa bo'lsa. Men hali ko'raman. Xalqdan bir so'ray, Qaysi tarafda bo'ldi kurash? O'rtoqlar. Endi kimda bor? Nima bo'ldi? Nima bo'ldi? Ha? halol. Halolmi? Halol bo'ldi deyapti Aktamjon. Hech iloji yo'q. Xalq ham halol deyapti. Videoda yo'q. Qolganlar bakolar, yonboshga chetga chiqinglar, o'tinglar. Kim? O'tiring ey. Endi bozor to'xtatinglar ey. Bozorni to'xtatinglar, o'tinglar. Kel. Sardob kim bilan sen? Qani? Shahriz. Kel bu yoqqa. Davrada ey oqsoqollar, chiqinglar davradan. Ey! O'rtoqlar, Shohriz polvon Surxonda o'ran. O'ran. Nogirlar, chakkara qovlar o'zlari. Ekonomiya o'tkazing, arz urab. Bunday tirq bo'lib ketdik, hamma xuddi bugun ko'rganda bo'lasan olishdi. Nimaga bunday? Bo'ldi bakolar aytdi chiqqan. Shu bakolar senlar uchun hammalaring bunday qilyapsiz. O'zi to'g'ri qiladi odamlar to'y qilmadi. Shohriz polvon Surxondaryodan, Avvaki polvon Qashqadaryodan. Ekoning $200 pul bor. Ekoning omin qoling dedi. Yo mana oldim mikrofon. O'tinglar, mana o'tinglar, to'rga o'ting. Kelinglar. Shapkaliga bos, Avvaki. Ozod Sardor polvon Qashqadaryo, Ozod polvon Surxondaryo. $100 pul bor. Mana bu o'tasiz, chap qo'lga. O'tasizlar ey. Mana ushla olib ketdi. Ozod, ey bakoy. Asqar keling. Asqar polvon. Asqar polvon Samarqand, O'lmas polvon Qarshi. $100 pul bor, 10 qo'lga. Mana bu yoqda Eshtemir akam oldi. Eshtemir akam oldi. Polvon da. Bartir polvon, mashinaga boring, kiyimlarni olib ketgan ekan. Ziya polvon. G'ayrat qilinglar davradagilar. O'rtalar Ziya polvonni tirik. Nodir Yakkaboq davrachi keldi. Nodir polvon. Nima bo'ldi? Ekolariga eng katta rahmat. Latif ekolariga. Hurmatli polvonlar, juda oxir paytda borki, nozik so'ketlarim xafa bo'lmanglar. Bakol aytgandan keyin bo'ldi degandan keyin bo'ldi qilinglar.
Shu boshqa bironta sportda bunday narsa yo'q rag'batlantiradi. Shu o'zbek xalqida kurash bor. Kurash orqali hammalaring buni kurashyapsizlar, rag'batlantiradi. Shu xalqni to'yiga maza qilib bir rahmat shu to'y egasiga ham. O'tketinglar bakovlarga ham. Ya bir bakovda ham eshitgan yo'q shu 20 yildan beri eshitgan bitta bakov Surxondaryo Qashqadaryoda bir polvonni bir choyga chiqib degan narsasini tutdi dedi. Sizlar uchun xizmat qilyapti hammasi. O'rtoqlar, Bezak polvon bitta taklif aytayapti. Mana shu O'zbekistonda o'g'iruvchi kurashib yurgan, hozir izvorni O'zbekistonda yurgan, shu yerda Arslon Tojiyev ekan. Arslon Tojiyevni davraga bir chaqiramiz. Arslon polvon davraga bir keling. Arslon Tojiyev izvorni O'zbekistonimizning terma komandamizda asosi. Rahmat, bir qarsak bo'lsin. Bektemir polvon Chiroqchidan hozir sog'ligini ozgina yomonligi uchun davra olishmay turibdi. Bektemir polvon davra ochib kelasiz. So'ng yaxshi ukalardan Surxondaryodan Chingiz polvonni ham uchalasiga o'zini atagan bir sovg'alar bor ekan. Surxondaryodan Chingiz polvon. Arslon Tojiyev keladi. Bir qarsak bo'lsa. Nasib bo'lsa qo'llaringizni ko'taringizlar bir o'yning. Shu Arslon Tojiyev oldida Olimpiada jahon chempionatlari turibdi. Mana shu Olimpiada jahon chempionlari bo'lib O'zbekiston bayrog'ini tepaga 100 martalab ko'tarsin. Boshing to'ydan chiqmasin ukajon. O'sha kuni kelib O'zbekistonda katta to'ylar qilib o'taylik. Allohu akbar. Katta rahmat Arslon. Bektemir polvon, Chingiz polvon kelinglar. O'rtoqlar, mana Bezotjonning yaxshi ukasi Surxondaryo Sherovatdan Chingiz polvon, bosh polvon ukasi Haqqi Baliqchiga edim deydi. Hozir yana qaytadan turnirovka qilyapti. Chingizga ham iloyim nasib bo'lsa qaytadan shu zalga kelib turnirovkani boshlab kurashdan keling. Allohu akbar Chingizjon. Xudo Bektemir polvon. Rahmat, bir qarsak bo'lsin, Bektemirda o'zi kurashing sog'ib ketdi ham. O'rtoqlar, bir duo qilaylik. Ilohim amin. Xudoyim taolo tomonidan shu kasallaring, sog'liqlaring hammasi zo'r bo'lib, boya aytgan niyatlarimiz jahon chempioni, olimpiada chempionlari bo'lib, to'ylarni gurkiratib o'tkazib yurgan Bezotjon shunday to'ylaringga borib nasib bo'lsa bosh bo'lib yursin. Allohu akbar. Rahmat Bektemir. Polvonlar kelsin. E'lon qilingan polvonlar Nodir polvon. O'rtoqlar yozing. Nodir polvon Qashqadaryo Yakkabog', Ziyo polvon Surxondaryo 6-tovoq. Bir to'y usti bir to'yni o'zi ekan. Allohu akbar. Yekomini qo'lgasin. Bakovlarda chap qo'l ko'tasizlar Ziyo. Yana davraga chiqganlar. Bahriddin polvon. Halol. O'rtoqlar, bir qarangiz keldi, bir rahmat. Yo'q keldi. Bo'ldi, hozir. Ollamurod aka, Ro'ziqul aka, uchamizni oldiga bir kelinlar bitta duo olish niyatim bor, keldi ekalang. Aka, mana shu bir necha kundan beri qarayapmiz. Qashqadaryoning to'ylarini, nechta to'yni Ro'ziqul aka mana shu Adham bilan Berdi rahmat shunday chiroyli qilib o'tkazayapti. Shularga ham nasib bo'lsa, bizlardan ham ziyod bakovul bo'lib O'zbekiston, Tojikiston, Turkmanistonda bakovul bo'lib yurishi uchun bitta Ro'ziqul aka bitta duo bersangiz. Berdi rahmat bilan mana shu Adhamga, Ro'ziqul aka.
ham to'y tabrigini aytasiz. Hurmatli o'rtoqlar, mana shu 70 yillik o'zbek kurashining tarixini biladigan Ro'ziqul aka ustozimiz. Ham to'y tabrigi mana shu ikkita yigitga shu yerdagi bir bosh bakovullik, bundan keyin bakovullik qilib yurishlariga bitta niyat bildirsangiz bitta duo qiling. Rahmat. Assalomu alaykum aziz mehmonlarim, mehmonlar. Xush kelibsizlar mana bugun Kiyal xalqiga, to'yga, Shodizojonning bir to'yiga yaxshi niyatlar bilan kelganiga hammalaringizga katta rahmat. Men bugungi kurashda 50 yil oldin Surxondaryo bilan Qashqadaryo bir bilan bellashib kurashayotgan kurashni ko'ryapman. 50 yil oldin Surxondaryo kelsa Qashqadaryoga oyoqqa turib shu bitta ushlab olaydi. Bugun shuni ko'rdim. Xudoga ming qanday shukr. Shu palvonlarimizga omadlar tilaymiz. Doim viloyatni, respublikani shonini himoya qiladigan katta kurashchi palvonlar nasib bo'lsa jahon chempioni, olimpiya chempionlar chiqib kelganda ham xursand bo'lib turaylik. To'y bo'layotgan yigitlar katta yigitlar bo'lsin. Nasib bo'lsa shularning uylanish to'ylarini ham otalari, bobolari ko'rib xursand bo'lsin. Topqonini to'yga bersin. Hech kimning burni qonamasin. Shu to'yga kelgan sog' salomat kelgan odam sog' salomat vataniga borsin. Palvonlarimizga omad tilaymiz. Sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Mana kecha Hardirda, Hushalda to'yda aytdim. Bakovullarda el tarbiyalaydi, yoshlar tarbiyalaydi. Mana ikkita bakovulimiz chiqib turibdi. Mana nevaramiz kecha esa kurash juda chiroyli olib bordi. Bildirimdagi ham juda chiroyli olib bordi. Men bundan yil oldin Said Polvon to'yib qolganman. Valloh mana polvonning to'yini shu Chelda olib borganmiz. Shunday bularga ham uzoq tilaymiz, baxshilik tilaymiz, hammasini yaxshi kunlarda to'ylarda bakovul qilib, amin. Hammasi ikki ofiqlarga omad tilaymiz. Rahmat. Rahmat. To'yda qolgan qismini yaxshi o'tkazinglar. Birinchi, ikkinchi, uchinchi tovoqlar hammalaringizga omad tilaymiz. Hammalaring chiroyli, yaxshi kurashib yursinlar. Keyingi vaqtlarda bizlardek keksayotganda hurmat izzatlar qiladi. Rahmat. Sizlarga muvaffaqiyat tilayman. Rahmat Ro'ziqul aka yuzga turib. Amin. Nasib bo'lsa shu yillarda butun boshli to'ylarni, katta to'ylarni oqsoqol bo'lib yursin. Amin. Allohu akbar nasib bo'lsa. Elmurat polvon g'alaba qildi. $200 zotini olib bir qarsak bo'lsa Elmuratjonga katta rahmat. Mana shu yerda lekin hurmatli odamlar juda ko'payib ketdik. Buni qanday qilamiz bilmayman. To'yimiz endi boshlanyapti. Bular o'rtadagilar nima bo'ldi? Bakovullar o'rtada bakol faqat chetlardan kurashtiramiz. Jasur polvon. Qantiri. Abdurahmon. Qashqadaryodan Jasur polvon, Surxondaryodan Abdurahmon polvon. $200 pul bor. Kim bor? O'ting. Eshonboq qahramon Eshonboq. O'rtoqlar 9-noyabr kuni soat 10:00 da Chiroqchi tumani Zarbdor mahalla fuqarolar yig'inida Volidan to'yxonasida katta to'y kurash soat nechida ekan? Soat 1da ekan. Shu to'yga hammani taklif qilyapti. Bars. Endi o'rtoqlar, mana shu Chiroqchi tumanidan Doston polvon, Surxondaryodan Bahri polvon, ikkovining bir to'y zoti bor. Bir to'y bor, obloqi. Mana shu tarafga kuratdingizlar, bakollar, bu tarafga o'ting. Bahridan Doston, bu tarafga. Mana, olib ketdingizlar.
polvon nomidan ekan $200. Bir toy. Bilagitlar. Mümkün şu altı toptırış. Hey! Yüzlerce ayol gidersen. Mümkün mü nerede? Muhlis mi arkada? Oltamaz. Tuyga çırayla kuşayıp. Bu toyda ilgası. 100 yılda bir arzu kurayda toy kırışta. Bana tuydarga bir kalsa ara muhlis. Yarışda bir hammaga nasip kılsın. Hey! Palvonlar! Ertaga katta to'y. Bugun kurash ertash tugaydi. Ertaga katta to'y. Uni xizmat juda katta. Katta to'y tanishtirganlar. Doim tuzlashtiringizlar. Cho'zmangizlar. Palvonlar ta'lim qilamizlar doiraga. Kim? Surxondaryoda Lutfulla polvon. O'zimiz Qashqadaryoda bar. Bularga kim bosh? Bir-biriga taqa qarang. Baş bola o'ting. $100 bular zoti. Mana qarang. Turmangizlar. Otabekki, Saryor. Qamchik. Nima bular zoti? Bilingizlar aniqini. O'rtaga kim qaraydi? Mana o'rtaga. Arslon bola o'rtaga tish. Nechta odamlar dairaga chiqamiz, chetarga olamiz, daira barda qilib qolyapti. 9-noyabr Yakkabog' Ishkentga Bekzod akaning to'yini hamma taklif qilamiz. Qashqadaryodan Sarvar polvon. Surxondaryodan Otabek polvon. Bularning zoti bir to'y Bo'rib Ulg'or ukamizdan O'rikzod tadbirkor. Bularga kim qaraydi? Arzaga mushmi Arslon polvon mana. Zoti bir to'y. Amin. Alloh umrlaringizni bersin. O'tingizlar. Standartda o'tkazing. O'shanbo. Bahrom aka sizga qo'lon beraman. Shu yerga. Kim? Mana, hey. Xotin qani qara. Kimni tanishtirding? Qarmijin para. Rubat, Qaraqalpoq. Keling davraga. Botiral para qani? Keldimi? Jasur, Surxondaryo Jasur polvon, katta polvonni davraga kirib kelingizlar. Vaqtimiz yetmaydi. Tezlashtirib kelingizlar. 5-tovoq. 4, 5, 6 kirib kelingizlar. Jonka Samarqand. Jonka polvon keling davraga. Surxondaryo Bo'ri polvon. Fazi polvon paras kim edi? Kim? $100 500 ming. Surxondaryodan Akbar Ali polvon. O'zimizning eski Fazi polvon. $150 $100 Sanjar bo'lasin nomidan ekan. Bularga hakamlik qiladi. Bozorov Sanjar akadan $100 shampara pushma. Saroy bola oling. Yana to'xta. Tonka kim? Tonka bilan Jonka. Jonka qara. Beri ke. Ke Sardar. Chekla atla birdan. To'yxonadan ho'kiz kim nomidan? Sardar mana Bo'rin aka. $100 Surxondaryodan Bo'ri polvon, Qashqadaryodan Sardar polvon. Arzi polvon qaraydi. Amin, Allohu akbar. Omadlaringiz bersin, o'tingizlar. Buxorodan Jafar polvon, Qashqadaryodan Jalol polvon, Bahrom Avazov o'g'li.
Bahram Avazovning o'g'liga bitta qarsak bo'lsin. Eski Afsonali o'g'lida bu. Bu yigitga bitta qarsak bo'lsin. 200 dollar to'yxonada bilazati. Hakamlar kim bo'sh? Dilmurod Boran. Bormi para? Bahram aka. Mana, bu yerga o'tazlar. Mana chekda olib keting. Amin, Alloh omadlarni bersin. Meni ikkitasi. Necha bo'lon keling? Men tarafga ikkitasi. Standartda o'tyaptimi? Qo'ymang hech kimda. Standart to'xta, tanishtirib keyin ko'raveradi. Oltinchi tovoq. Jabborov Almardan akamiz hisobidan bir to'y. Jabborov Alisher akamiz hisobidan 100 dollar. Qoraqalpoqdan Rufat polvon, Qashqadaryodan Mirjalol polvon. Bularga hakamlik qiladi. Kembosh, Omin polvonlar omadlaringiz. Allohu akbar. Ishonmas standartda o'tkazasiz. Berdirahmat Fardiyev turingiz. Mana buni o'ting. Shu yerga bir chek ustozlarni atga kurashtirib cheka. Batiral Paraqan. O Jasur, Sho'rchi. Davraga. Kelin polvon, Jonka polvon Samarqand. Vaqtimiz yetmayapti. Ikkinchi tovoqlar kirarsin davraga. Bo'ldi. Mana. Hakam yo'q deyapti. Bilmas polvon hakam yo'q deyapti. Ustiga qo'yilgan hakam bor. Hakam yo'q deyapti. Mirja polvon. Hakamga berasiz. Shampolvon, hakam o'ting, Rufatga qarang. O'ting, Adil polvon o'ting, biroz o'tingizlar. Kitobdan Jalol polvon davraga kirib keling. Bekmurod To'bayev keldi mana davramizga. Bekmurod Oltiboyevga muxlislar bitta qarsoqda bor. Jahon chempioni, Osiyo chempioni, Olimpiada qatnashchisi. Ko'p qora Tojikistonga borsam, O'zbekiston bayrog'ini ko'klarga ko'tarib, avtomobilni 20 million mablag' yigit shu bo'ladi. Chalala qarsaqdi muxlis. Ey, bir-ikki kelsin. Bir-ikki tovoqlar davraga kirib kelsin, vaqtimiz yetmaydi. Muncha muxlis sihatga ko'rgani kelib turibdi. Natija ko'rish kerak muxlislar. Musiya ko'rganimiz natijaga kelgan. Tanima muxlis. Bor yigit davraga, tovoqlar. Banka polvon kutib qoldi. Samarqand joy polvon. Batiral kutib qoldi. Sho'rchi Jasur. Qamashi Botir. Narqa davraga kel. Muxlislar kutmaydi. Hali kel narqa.
O o'rtoqlar, Botiral polvon keldi. O'rtoqlar, O'zbekistonimizda eng chiroyli, ajoyib kurashchilarni jon topoldi. Samarqand viloyati Javohir polvon Qashqadaryo viloyati egalasining zotlarini bir toy $200. Mo'min ikki oydan qolmasa, Chamjon egalasi qarasi. Mana shu Shami. Bir toy Major Xo'jasidan ekan, $200 Mahsum aka Jovliyev Mahsum aka nomida. Shamjon qaraysiz. Keling. Botirali, Botirali tiri. Jasur, sho'rchi Jasur polvon. Davra keldi. Yo'lan. G'ayrat qilasizlar. Yo'lan. Batarkan qo'yamiz, ikkinchi batarkan qo'y. Bo'ldi 100 O'rtoqlar 15 minut, 20 minut g'ayrat qilib kurashasizlar. Jalol, Botirali, Tirkim. Hurmatli o'rtoqlar, sizlardan bitta iltimos qilamiz. Hozir ertaga to'y bo'layotganligi uchun to'y egalari ham, bosh tovuqlarni ham chiqaringizlar. Olishimizni davom ettiryapti. Sizlardan iltimos, olishimiz hali davom etaveradi. Birinchi tovuq, ikkinchi tovuq. Birinchi tovuq, ikkinchi tovuqlarni ham olib chaqiramiz, hammasini kurash davom ettiramiz. Lekin natija birinchi, ikkinchi tovuqlar bo'ldi desa, sizlar iltimos davraga chiqib ketmangizlar. Qancha muxlis bo'lsa, muxlislik qilinglar, davrani bu to'yni buzmangizlar. Shohruxon, Muhammad Karim ham, Sherali polvon ham hamma shu o'zimizning polvonlar. Davraga hurmatsizlik qilmangizlar, iltimos sizlardan. O'rtoqlar, Surxondaryodan Jasur polvon, Qashqadaryodan Botirali polvon. Yekovining zoti bir ho'kiz $100 pul bor. Yekovidan qo'yamiz. Allohu akbar. Mana chap qo'lga kim o'tadi? Bakovlar. Olmas polvon g'appa qildi, zotini berdilar. Katta rahmat bir qarsak bo'ldi. Bakovlar. Mana Odiljon qarasiz. Bu tarafga o'tinglar mana. O'tinglar bu tarafga. Yo'q. O'rtoqlar O'rtoqlar, Botirali bilan Jasurning zoti. Jobir Mo'ynoqdan bir ho'kiz, Hamza Shahstondan $100 bor. Rahmat. Polvonlar, bakovlar, ehtiyot bo'linglar, qaranglar yetib, hech kimni kuydirmanglar. Hech kimni kuydirmanglar. Agar qaranglar, kim turgan bo'lsa o'sha yerda. Yasha bor. Bor banoni qarang kamerani. Ziyo. Boringlar kamera bo'lsa ko'ring. Qaranglarga hech kimni kuydirmaysiz. O'rtoqlar, 3-chi aka, men bor qarang, orqaga qochib turibman. Indamang Sarvar akaga deb. 4-chi. Majburlab mana endi ushlab olgan aka. Siz bir og'iz aytsangiz olib bir tuya
Najmiddin tog'asi nomidan 200 dollar Saylulla Mantur nomidan 100 dollar Muzabakan nomidan ekan 4-chi to'g'ri. Murat Polvon Surxondaryo, Jalol Polvon Qashqadaryo. Allohning qo'llari. Endi ikkovlari ham akol. Tushmayman. Kim yeymiz? Sarin Polvon. O Sarin Polvon. Ikkalasi bakolatda bekratgan o'tirdi. Xudo ikkovini ham qoling. Hozir qarang, men shantajlikni binomi qo'yadisam zarar ekan. Nima bo'ldi? Ularniki. Hozir shantaj qilib turaman, aka binomi qo'ydim. Lekin o'zimcha men joyimdan o'tirish qiladi. Bize polvon oyoqdan ushlayapti dedi. Maskam öyle. Kurash. Kurash. Yo'q. Bo'ldi, kurash davom etmadi. Bo'ldi, kurash davom etmadi. Abi boy uzun olmaysan, to'g'ri to'g'ri aytyapti. Hurmatli polvonlar, sal uyalinglar. Tikka turib olishmaysanmi, oyoqdan ushlash bu nima degani? Qanday o'rgandilar? Olishing narsa nima yiqilish, yiqilsa oyog'iga tarbashsanmi? Hozir ikkita narsa shuni hisobdan chiqayapti. Ikki marta oyog'ida ushlaydigan bo'lsa, uzatib beringlar. Ikki marta ushlaydigan bo'lsa oyog'ida. Beriladi buni uzatib. Ajidan uzmanlaştıralım. Nol olmuş 8, lava. Sal chetroqqa olinglar. Polvonlar, olishgani kelganmisa, meni pigra qilgani kelganmisa. Itu kata itu narko mana? Blogger aka, savol bor. Siz bu yoqqa o'ting, sal. Yo, domla ikkalasini ushlayman, deymi? Jo'ra polvonni tirkesi. Jo'ra polvonni. Endi g'ayrat qilsin. O'rtalar. Mana Qashqadaryodan Jo'ra polvon, Surxondaryodan Elbek polvon. Ikkovining bir ho'kiz $100 bor. $100 kimning hisobidan?
Amin iqbollarini bersin. 1-ho'kiz dollar. Bakovullar. Bu yoqda, aka. Siz qarang, mana shu tarafga o'tkazib. Bu taraf, bu yoqqa o'tinglar, bu yoqqa. Jo'ra, Elbek. Ochilib Dilmurod akasi nomidan 100 dollar, ho'kiz kim? Ha, 100 dollar ho'kiz ham Dilmurod akasi nomidan ekan. Mana bu yoqqa o'tkazib. Birinchi tovoq, ikkinchi tovoq polvon. Olishsalaring, olishni o'tabek. Olishmasalaring, o'tinglarda ajrashinglar. Og'ayim bo'lsa, men endi boshqa narsa qila olmayman. Otayotgani yo'q. Kun botib keladi. Aka, endi bunday. Javlon. Ikkalasini olsang yaxshi turadi. Mana shu ikkalasini tepadan. Voy. G'ayrat qilinglar polvonni. Endi sahli. Yo'q kapalon. Birinchi tovoq, ikkinchi tovoq polvonlari ham davrachi bizlar. Ikkoviga ham rahmat. Botir bilan Norqor. Endi eshitinglar. Uchinchi tovoq. O'rtoqlar. Uchinchi tovoq. Uchinchi tovoq. Surxondaryodan Norqot polvon, Qashqadaryodan Botir polvon. Ikkovi ham O'zbekistonimizda eng zo'r polvonlardir. Shu kecha kunduz yoshlardan. Uchinchi tovoq bir tuya 300 dollar var. Tuya Bo'riyev O'ktam aka nomidan 300 dollar, Jovliyev Sarvar Suyunib Bahrom Bo'ronov Ubay aka nomidan. Amin iqbollaring bersin Alloh akbar. Ikkoviga atqan bir. G'ayrat qilasizlar, Xudodan kuch-quvvat. Qarshi Vaska moshinaning oldiga boringlar. Davradagilar g'ayrat qilinglar. 10-15 minutda g'ayrat qilib bossalaring bir narsa olasizlar. Bosmasalaring to'y egasi nima narsani rozi ko'rsa o'shanga rozi bo'lib ketasizlar. Hurmatli o'rtoqlar, kurashchilar, tong o'tayotgan yo'q. Birinchi, ikkinchi tovoqlar yaktaklari standart formadan o'tish kerak. Agar o'tmasa, to'y egasi yaktagi bor yangi. Birinchi, ikkinchi tovoqlar. Ey, bozorda to'xtatingizlar endi, bozorda. Ziya polvon.
Hurmatli o'rtoqlar, bakovullardan boshqa, blogerlardan boshqalar davradan chiqib tursin. Endi chiqsin ham deymiz, polvon ham ko'p, bloger ham ko'p, olishyapti, hammasi begona odam yo'q. Endi kurashib tez-tez g'ayrat qilasizlar. Jafar polvon davraga chiqinglar. Akam, olishtirgin Norqot bilan uni. Ne? Norqot bilan Akam kimga berasiz? Norqot demiki uni. Qilingizlar. Vaqt tong o'tayotgan yo'q, kun botayapti. To'y egalarining ertaga ham to'yi bor. Bularni kurashtiring. O'rtoqlar, mana shu yerda hozir O'zbekistonimizda birinchi nomor polvonlarining ham, yosh polvonlarning ham hammasi bugun keldi. Norqot polvon, Botir polvon o'ting. Okajon, aka. Ya sen tur, ya biz turay. Chetga chiqib ol, shu tarafdan ol, o'tirib ol. Deb kurashtiring, kim? Kurash do'y. Qiling Aktam, kurashtiring. Norqot polvon Surxondaryo, Botir polvon Qashqadaryo. 3-to'q g'ayrat qilinglar. G'ayrat qilinglar. Ziyo, davraga chiqib kel. Polvonlar, vaqtimiz oz qolyapti. Oxiriga so'yib, xafa bo'lib yuribdilar. Necha kundan beri qilishdilar. Hozir ham. Ayaklar can çıkıp gitti. Ho! Telefonga. Aga charchaganmi? Olishama. Ha charchamasak buni she'rlik. Hech bo'ladi. G'ayrat qilinglar. To'yigalar sal beriroq bo'linglar, to'yigalar. Akajon, O'raka, nevarani qo'yingin chetroqqa chiqsin. Chetroqqa. G'ayrat qilinglar. Nurjalol aka nima bo'ldi? Rahmat. Bakovul qani ekan? Kiyim almashtiraman. Kesin. Ha ketdi hozir kimonaga, nari chiqib ketdi, kimoni olib keldi. Ziyo bu yoqqa kelgin. Ziyo meni oldimga kel.
Şuna hayır, bir amca. Ol, kurashing. Ziyo g'ayrat qilinglar. Xudo bir qarsak bo'lsin Ziyo polvonni ham. O'rtalar Ziyo polvon mana shu o'zining odobi, axloqi polvonlarga nisbatan hurmati uchun har doim shunday bo'ladi. Qolgan polvonlar sizlar ham qaranglar. Oyog'idan ushlaydigan bo'lsa, o'bakolmi? 2 marta ushlaydigan bo'lsa, oyog'idan priyom olib ushlaydi, berib yuboring uniki. Halol uniki. Hech kimni majburlab chiqarayotganimiz. Şamak koydur bana şamak. Koydur bana. Yani çırayla alışınız banka. Aka bu kuyurma yaptı. Banka. Çırayla alışınız indi. Nima bana? Ne kuyuyor? O'rtoqlar, polvonlar necha marta aytilyapti. Ushlaganda zahmat ushlab olganda oyog'idan ushlamagin. O'rtoqlar, Muhammad Karim polvon davraga keling. Sherali polvon keldi, Shohruh polvon keldi. Zohid polvon keldi. Hozir keling. Hozir Muhammad Karim polvon davraga chiqib keling. Alır buradan arka sokağa. G'ayrat qilinglar polvonlar. Endi 1 minut polvonlar 1 minut to'xtab turasizlar. 1 minut. Sherali polvon keling. 1 minut polvonlar joyida to'xtasin, hamma o'tirsin. Bakovlar birinchi tovoq, ikkinchi tovoq polvonlar davraga keldi. To'y egalari Begzod, Shohruh nevaralarni olib keling. Sherali polvon
polvonjonlar 1 minut nafasni rostlab turingizlar. Sherali polvon keling. Eshonbobo mana shu Begzodjon niyat qilib elni oralab bir to'y beray, polvonlarni chaqiray deb mana shu ikkita nevarani olib kelgan. Shu ikki nevaraga. Shuning uchun Polvon aka bu yerdan o'ting. Akbarxon Eshonbobo, davraga bir chiqib kelasizmi? Mulla Shoymardon bobo. Akbarxon Eshonbobo, Mulla Shoymardon bobo. Erkin rais bobo, davraga keling. Shuncha og'aynilar mana shu to'y egalari tursin, polvonlar birinchi, ikkinchi to'y polvonlari bir duo beringizlar mana. O'zi maqsad to'y qilishdan maqsaddan bir eldan bir duo olish. Erkin aka, Eshonbobo Akbarxon Eshonbobo Shoymardon Molla bobo. Shoymardon Molla bobo davraga chiqib keldi. Polvon tezlashtirib 30 sekund bo'ldi. Bir rais bobo kelib qani. Eshonbobo chiqqanmi deyman birinchi joyga. Molla bobo. Shoymardon Molla bobo. Eshonbobo qaytdi. Yashnur bobo. Abnur tog'a Yashnur bobo. Norman polvon, Norman aka keling. Ollomurat aka. Ollomurat aka, Norman aka. Keling aka. Norman aka, Ollomurat aka keling. Aka bir duo olayin eldan deb ehson qilgan Ollomurat aka, Norman aka, oqsoqollar, Eshonbobolar ketibdi bir. Oqsoqollar kim bo'lsa bir duo qilsangiz, mana shu polvonlar to'y egalari kelgan. Mana bosh to'q polvonlar O'zbekistonda pashta hamma polvonlari kelgan ekan. Bir Ollomurat aka o'zingiz tabriklasangiz, duoni kim qilsa aytasiz oqsoqollardan men endi. Rahmat. Assalomu alaykum. Hurmatli mehmonlar, hurmatli olqishlovlar, hurmatli mana shu bugungi to'y kurashiga tashrif qo'ygan polvonlar. Mana to'y shaniga, to'y bo'layotgan davralar shaniga yuqorida juda ajoyib istaklarni bildirdi. Bildirilgan istaklarning hammasi bo'layotgan to'y uchun, to'y bo'layotgan davralarimiz uchun. Qolaversa mana partiyadan xonadoncha ijobat bo'lsin. To'y bo'layotgan davralarimiz nasib bo'lsa shu ota-onalarning hurmatini joyiga qo'yadigan, bobolarni boshqa ko'taradigan, elimizning, xalqimizning koriga yaraydigan, vatanimizga chin dildan xizmat qiladigan sodiq inson bo'lib yetishsin. Mana shu xonadonda boy to'y bo'lsin, hamma majlis to'ylarga yetkazsin. Polvonlarni omadini bersin, to'ydan kurash qismi ham, to'y qismi ham yaxshi o'tsin. Ma'mur polvon sizga ham rahmat. Mana shu Surxondaryoda keltirib mana shu yerga kurashni tartibli o'tkazyapsiz. Sizning omadingizni bersin. Sizning shogirdlaringizga ham nasib bo'lsa sizning davom ettirayotgan kurashlarni Berdirahmat polvon bilan Aktam polvonlarga ham mana shu so'ziyalik ishlarga omad tilaymiz. Hamma sog' bo'lsin, dunyomiz tinch bo'lsin, salomat bo'lingizga. Katta rahmat. Bitta duo. Assalomu alaykum. Hurmatli mehmonlar, mezbonlar, hurmatli muxlislar. Mana bugun elimizda chiroyli ehson berib, chiroyli elga tomosha berib, Begzod nevaram, Shohruh nevaram to'ylar qilib, orzu-havaslariga yetgan kunning shohidi bo'lib turibmiz. Mana hamma ko'nglidagi yaxshi tilak istaklarni Ollomurat polvon o'g'aylim aytib qo'ydi. Menga ko'p qolmadi, men chiroyli duo beramanki, Xudo xolasa tintak bo'lsa, janda kiyib, davrada yurib, elni orini oladigan, koriga yaraydigan, el oshib, qurashib, elning, yurtining donqini taratadigan nevaralarim polvonlar bo'lsin. Nevaralarimning to'ylarga ulashib ketaversin. O'tganlarning ruhlari shod, oxiratlari obod bo'lsin. Xudo xolasa yori jo'ralarini, otasini, bolarini, do'stlarini tildan, qo'ldan qo'ymaydigan solih muttaqin bandalardan bo'lsin.
hamma davradagilarda nasib bo'lsa, shu to'yni tomosha qilib turganlarda hech bo'lmaganda mana shunday katta kurash ko'plari yuradigan to'ylarga yetkazsin. Yurtimiz, mamlakatimiz obod bo'lsin. Parvardigor bandam deb yarlaqat ozod hur O'zbekistonimizning mustaqilligi, istiqloli doimo boshida barqaror bo'lsin. Alhamdulillahi robbil alamin val aqibatu lil muttaqin va sallallohu taala ala xayri xalqihi Muhammadan va alihi ashabi ajmain. Yaratganning chiroyli yaxshi ko'rgan bandasi bo'lib, payg'ambarimizga ummat, Ibrohim Halilullohga millat bo'lib nasib bo'lsa, doimo o'ynab kulib to'y tomosha qilib yuraylik. Yaratgan egamga hamd va sanolar bo'lsin. Nasib bo'lsa, yetmagan orzularimizga o'zi yetkazib, Xudo bizlarga chiroyli sabr bersin. Hammaga sog'lik, katta polvonlarga omad yor bo'lsin. Xudo xolasa bu kurash maydoni o'zini tanitadigan, jandani kiyib, hamma yoshlarda orzu havas uyg'otadigan to'y. Xudo xolasa hammani shunday yaxshi katta to'ylarga yetkazsin. Rahmat rais, nasib bo'lsa chiroyli boryapsiz. Yilning ishonchini ortadigan Xudo xolasa shogirdlaringiz ham xuddi sizday bakovlar bu yurtni, elni olqishini olib yursin. Rahmat. To'ylaring bilan tabriklayman. Allohu akbar. Rahmat, dunyo turguncha turingizlar, doim shunday hurmat izzatda olsa bo'ladi. Kelingizlar, ikkinchi to'voq. O'rtalar O'zbekistonimizda 20 yildan beri birinchi to'voqni olib kelayotgan Sherali Jo'rayev. Bir qarsak bo'lsin. Mana shu O'zbekistonni or uchun yuribdi. Qashqadaryo viloyati. Mana yaqinda necha yillardan beri o'zbek kurashini yana bir tirittirishiga o'zining katta hissalarini qo'shgan to'y kurashlarining eng qiroli desak ham adashmaymiz. Zohid polvon, Surxondaryo viloyati. Bu ikkalasi ham o'zbekning polvoni. O'zbekning polvoni. Bugun chiroyli kurashadi ularning zoti. Muxlislar, tepada muxlislar. Bir tuya Dilmurod ukasidan, Erkin raisdan $500. Amin, Allohu akbar, iqbollaringiz bo'lsin, toza halol qilib bosib olasiz. Ikkalasiga O'rar aka hakamlik qilasiz. O'rar aka keling. O'rar aka ikkalasiga. Birinchi to'q polvonlar kelsin. O'rar aka o'zingiz. O'rtalar iltimos qilamiz, hozir chetga turib o'tirib olasizlar. Sabab bakovlarimiz bu yoq kun botyapti, shuning uchun tezlashtirishga to'g'ri keldi. Bo'lmasa birinchi, ikkinchi, uchinchi to'qlarni to'xtatib turamiz dedik. Erta to'ydan. Hurmatli o'rtalar, bu qo'limda mana hozirgi kunda O'zbekistonda to'ylarda, kurashlarda bosh to'qa olishib, kurashib, xalqni haqiqiy havasini keltirib yurgan O'zbekistonda yosh polvoni Shohrux Baxtiyorov, Qashqadaryo viloyati. Bir qarsak bo'lsin. Yon tomonimda O'zbekiston dzyudosida olimpiada qatnashchisi, Düsseldorf katta turnirining g'olibi, Osiyo chempioni, O'zbekistonning bir necha bor chempioni Muhammad Karim Xurramov. Hikoya mana shu yurtda bayroq uchun, shu yurtda kurash uchun kurash bergan. Bugun haqiqiy kurash birinchi to'g'ri kurashyapti. Ikkalasining zoti Xo'sh tuya $300. Xo'sh tuya Sherzod Boburdan bittasi O'tkirdan nomidan ekan. Sherzod bilan Abdumalikning nomidan $300. Yana Qahramon Yashanboy nomidan ham $100. $400 bo'lib pul bor. Amin, ekoydan Xudoim to'lab boring bersin. Sog' salomat omonsin, chiroyli qilib. Yashanboy endi ekoga berdi rahmat kelsin. Berdi rahmat kel. Aka. Kim? 4-to'voq Bekmurod polvon g'alaba qildi, zotini beringizlar. Bir qarsak bo'lsin Bekmurod polvonga. Rahmat. Birinchi to'voqqa Olimxon Yashanboy nomidan ham $100 bor.
ikkita tuya berdi, rahmat. O'rtaga chiroyli qilib indamay turgin ukan, chiqadigan odam chiqib keta olmaymiz, o'zi bu yerdan ishimiz ko'p hozir. Birinchi to'y, ikkinchi to'ylar. O'raq aka toza chiroyli qilib qaraysiz aka, chiroyli qilib. Bularga hech narsani tushuntirishni ham, aytishni ham keragi yo'q. Sizlardan iltimos bo'ladi faqat. Muxlislar, polvonlar bossa, iltimos o'zlaringizni bosib o'tirib o'sha yerda bakovullikni, muxlislikni qilingizlar. Kurashimiz hali davom etadi. Endi davradan borka, davradan deganlar hamma chiqsin, bakovullardan boshqa. Anolar, bu qaranglar, eshtinglar, blogerlar. Blogerlar sizlar chetga o'tib, chetdan tomosha, chetdan. Maratjon, hammasi. Nima bo'ldi bular? Ekanlar. Rahmat aka. Monkadan jonga kurashyapti. Ikkinchi tovoq 1 tuya 500 dollar bo'lyapti. Bezotda o'rtoqlari nondi. Endi Jonkavjon, bunday qilma. Uka. Sen kurashda eng yaxshi bir daholardansan-da. Bunday kurash uyat bo'ladi. Taklif qo'yamiz. Agar boshqa kanallarda biroz xavfsiz bo'layotgan bo'lsa yoki shu kurashni qayerdan ko'ramiz. Yaqin 5 kun ichidagi Qashqadaryodagi barcha kurashlarni o'tiramiz, bakovul, orqadan ko'rmaymiz, o'tiramiz. Davradagilar g'ayrat qilinglar. Ey, blogerlar, endi bloger ham sadaqasi ketay ko'p. Mana xususiy blogerlar chinglar, telefonchilar, ey. Telefonchilar, chiq. To'g'ri, telefonchilar. Chinglar, ey. Telefonchilar. G'ayrat qilinglar. Xudo iqbollaringni bersin, g'ayrat qilinglar. Nereye koydan opştular, salasını ya. Chaqirati buradan. Ikkinchi tovaqa. Behruzda akalarim nomidan 1 tuya
bezod akalar nomidan bir tuya 500 dollar üstüge yana 200 dollari bor. O'ringlar qarsakdi, mana Zohid bilan Sheraliga. Bir tuya 700 dollar bo'ldi. Karimxon Eshonboyning gruppalari ekan Toshkentdan 200 dollar deganlar, Bezodjon akalar bor. Bir qarsak bo'lsa shu akalarga ham, Eshonboylarga ham, shu gruppaga ham. Hey! To'y egalarimi mana o'tirganlar kimlar uchun? Hey, o'tinglar bundan sal orqaga o'tinglar, orqaga. O'tinglar bundan. Hey! O'tinglar. Bekmurat polvon g'alabadan davraga chiqib keling. Bekmurat Oltiboyev. O'rtalar bir qarsak bo'lsin. Rahmat Bekmuratjon, dunyo turguncha turgin. To'rtinchi tovog'imiz. Olib keling daqiqa Bekmurat polvon bu tarafda. Hey, katta polvonlar sizlarni bozorlaring ko'payib ketdi-da. Zot, shuni men kecha aytmadim-da, katta polvonni zotini qisqartiraylik. Yosh kilo olmuş kilo 70 kilo qo'yaylik desa yo'q. Zot qo'ysa narsa qilsa meni kurashmaysan. Bekmuratjon katta rahmat, dunyo turguncha turing. Nasib bo'lsa ertaga chempionliklardan g'alaba qilish nasib qilsin. Zot. Endi Javohir polvonni zoti beriladi. Bering Javohir polvonni. Bering. Javohir rahmat senga, dunyo turguncha turgin. 4 marta ushladi. Javohir zotini berdi, charna Javohir zotini. O'zbek kurashida ham, duzida ham bunday ushlaganda domag'irdan berib berardi. Xafa bo'lasam ham Javohir zotini olib keling. 4 marta besh Javohir oling zotini. Ochinglar Javohir zotini. Bu ne ishlarni? 1 marta, 2 marta ham bo'lib. Olib kelinglar. Rahmat Jonibek, senga ham rahmat. Majbur Javohir zotini olib keling. Beringlar Javohir zotini. Rahmat. Olib kelinglar. Bir qarsak bo'lsin. Bizda kurashga oyoqdan ushlash yo'q. Olib keling zotni. Bo'ldi. Hech narsa bo'lmadi. Rahmat o'rtalar, bu kurashchilar Javohirjon dunyo turguncha tur. Olib keling. Bering Javohir zotni. Bunaqa yil kurashi 1 marta bo'lmadi, 4 marta oyoqda ushladi. 4 marta. Yo'q, ogohlantiring. 1 marta, 2 marta, 4 marta Javohir. Bekmurat Oltiboyev g'alaba qozondi. Oyog'idan bir necha bor ushlagan uchun bunga bo'lingan dedi. Bunaqa kurash hozirgi vaqtda boshlanmoqda. To'liq ma'lumot kanalımızda bo'ladi.
mumkin deydi. G'ayrat qilma polvonni. Kurash davom etadi. Johirni zotini olib chiqinglar. G'ayrat qilinglar. G'ayrat qilinglar. Hadi Sheralik, hadi. Doğru siz aka. Kurash. G'ayrat qilinglar. To'y egasi berdi, sizlarga qo'ydi. G'ayrat qilib bosib olinglar. G'irrotchi boshqaga hech narsa yo'q. Sal turib chetroqqa bo'linglar. O'rtalar, mana oqsoqol polvonlari ko'rinmayapti. Sal chetroqqa bo'linglar. Endi bu kurash. Bunga g'ayrat qilmasang bo'lmaydi. G'ayrat qilasan, bosasan, olasan, narsa yo'q boshqa. G'irromlikka hech narsa yo'q. G'ayrat qilinglar. O'rtoqlar, bu kurashda g'irromlik degan narsa bor, boshqa degan. Javohir polvon mana ushlashdi jo'nka bilan 5 marta oyog'idan ushladi. Priyom olib turgan uchun. G'irrom deb Javohirning zotini to'nkaligini beraman. Biz to'g'ri deganlar qarsa cho'sib katta rahmat senga uchun. Javohir, katta dunyo turib 5 marta, 1 marta, 2 marta emas. G'ayratdan katta rahmat, dunyo turguncha tur. Kurash davom etadi.
O'rtoqlar, e'tiborliroq bo'linglar. E'tiborli bo'linglar. Norqot polvon, Botir polvon, Xudo kuch-quvvat bersin. Muhammad Karim polvon, Shohri polvon, ikkovinglar ham. Sherali polvon, Zohid polvon, dunyo turguncha turinglar. Bahriddin, Doston, Botir, Jasur, g'ayrat qilinglar. Endi eshitdingizlar. Mana shu g'ayrat qilinglar-da. Oz chetga chiqingizlar. O'rtoqlar, g'ayrat qilingizlar. Shu qo'l Muhammad Karim bilan Shohruxniki, Sherali polvon bilan Zohid polvon. Bir to'xtanglarda to'rtovlari. Shu to'y egasi aytayapti, aka, shu zot qolmasin deyapti. To'rtovni agar xohlasalaring bir-birlarini almashtirib solamizlar. Iltimos, bakovlardan boshqa hamma tashqariga o'tsin. Kurashasizlar, ikki qo'lda boshqa olmasalaring so'ng gaplashamiz. Ikki qo'l kurashsin. Kurash davom etadi. G'ayrat qilinglar. Ikki qo'l kurashasizlar. Bezot bu yoqqa keling. Hech Bosay olishaylik ko'ngilni. Yapışlar. Aynen. Bitti sezon oluyor. Aynen. Oturun. Bitti ne buraya? Ben kalıyorum ha. Onun çıkarıyordu. Rahmat.
mana ularni olib keting deyapman nachalnikov. Olib keting bularni. G'ayrat qilasizlar. Davradagilar. Yana vaqtimiz yo'q. G'ayrat qilsa, yer qo'l uch qo'l olishtiramiz, qaraymiz. Rahmat. Xudo taololarga ham kuch-quvvat bersin. Norqot bilan bu yoqqa qaranglar, Botir Aliga olish. Rahmat. O'rtoqlar, bu polvonlar hammasi shu O'zbekistonimizning polvonlari. Rahmat hammasiga mana shu g'ayrat qilib kurashyapti. Buraya Birlashtirmang. To'y necha bo'lgan? Ummat necha? Yoshlarga zo'r. O'tkilar tashqariga unday olishmayotganlar hammasi o'tkazib berdi. Shuylar polvon, Ziya polvon. Qantiring, Ziya qar ekan, Nodir. Kurash. Ey, hurmatli o'g'aylar, iltimos chetga chiqib tomosha qilinglar sizlar, o'rtadagi chetga. Narigi tarafdan o'tinglar, iltimos narigi tarafdan o'tinglar, shu davron narigi tarafga. O'rtoqlar, birinchi tovoq, ikkinchi tovoq polvonlar g'ayrat qilingizlar. Shiraligan yosh katta-da. Yosh katta. Bu yoq. Bu yoq. 80 ekan. Shiral 80. 12 yosh bo'ldi. O'rtoqlar, katta rahmat. Birinchi tovoq, ikkinchi tovoq kelinglar men oldim. Katta rahmat. Bosh senga ham rahmat. Shorif, Zohid yekalang men oldimga kelgin. Boshjon katta rahmat. Mana to'yda hurmat qilib kelib, xalqni hurmat qilib kelib, mana Shohrni olishganing uchun birinchi tovoq polvonlari Shohrif bilan Zohid bu yoqqa keldilar. To'y yegasi aytayapti, super tovoq qilib qo'yaman dedi. Endi bu gaping to'g'ri, ukajon, to'g'ri. Endi eshit. Endi to'g'ri bo'ldi. Qanday jang ketadi? Endi hurmatli o'rtoqlar, hammalaringizga katta rahmat. To'y egasi hammani Xudoy taolo shunday to'ylarga yetkazsin. O'zbekistonimizda polvonlar nasib bo'lsa bundan ham zo'r bo'lib bo'ladi. Hammalaringizga rahmat, katta rahmat. Qani o'tiring, o'tiring.
Rahmat hammalaringizga. Polvonlar hammasi ketmasin shu yerda. Polvonlar hammasi. Polvonlarga rahmat. Hayır.